Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning təfsili mazmunlarida bo'lsin. CNN to'rining 1-avgustdagi xabariga ko'ra, Xitoy raisi Xi Jinping Xitoy Kompartiyasini atalmish milliy qad ko'tarishning bir qismi sifatida Hong Kong, Aumen va Tayvanda xalqning qalbini o'tishqin degan. Xi Jinpingning bu talabni oldin haftaning oxirida Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari qatnashgan atalmish birlik sep bo'limining xizmat o'rinlashtirmasiga aloqador yig'inda o'tirib qo'ygan bo'lib, bu Xitoy rahbarlari birlik sep bo'limiga topshirgan bir qancha muhim vazifalarning biri edi. Xi Jinping mazkur yig'inda birlik sep bo'limining Xitoy Kompartiyasining hukmdorlik o'rnini saqlashdagi muhimligini ta'kidlash bilan birga Hong Kong, Aumen va Tayvandagi xalqning Xitoyga bo'lgan ko'z qarashini shakllantirishga alohida kuch chekilgan. Janubiy Xitoy Sarpochta gazetorining 2-avgustdagi xabariga ko'ra, Xitoy davlat tarmog'idagi asosliq televiziyaga ro'y bo'lmish Markaz televiziya stansiyasi o'zlarining Amerika davlat majlisi binosidagi ma'lumotchilik qatorliq voqealarni xabar qilganda, G'arb taratqullariga qarshi hujumni mudofaa quroli qilib ishlatganligini va hikoya jangida davomli G'arb bilan tirikishadiganligini bildirgan. Xitoy Kompartiyasi qarmog'idagi Yuzlanish nomli jurnalda 1-avgust e'lon qilingan maqolada mundaq deyilgan: Markaz televiziya stansiyasi urushda yonmaydi. So'zlashdan tortinib yurmaydi hamda G'arb taratqullarining jamoat fikriga bo'lgan uzun muddatlik monopolligini buzib tashlash uchun hujumni mudofaa quroli sifatida ishlatadi. Markaziy televiziya stansiyasi Partikomdagilarning kollektiv imzosi bilan e'lon qilingan mazkur maqolada yana yaqinqi yillardan buyon stansiyamizdan xalqaro aloqa kuch ko'rinarlik eshib, chet elda tarqatish iqtidori zo'r darajada kuchaydi deyilgan. Va Xitoyning ushbu g'olliq taratqusi bu orqali o'zining xalqarodagi jamoat fikrini Xitoy Kompartiyasiga foydali yo'nalishga bo'lash g'arazini ochiq o'tirib qo'ygan. Amerika Kengash palatasining a'zosi Marko Rubio 6-avgust Fox xabarlar to'rida Xitoy tahdidi va Baydenning Xitoy siyosatiga aloqador maxsus maqola e'lon qilgan. U maqolasida shunday degan: Prezident Jo Bayden davlat majlisiga qilgan tunji so'zida Xitoyga qarshi qattiq tutumini izhor qilgan va maydisini kelguncha o'zining Xitoydagi marksizmchi diktatorga, ya'ni Xi Jinpingga Amerikaning o'zining barliq manfaatini to'liq qo'g'daydiganligini aytganligini bildirgan edi. Halbuki aradan 15 oy o'tgandan keyin shu nuqta barg'ansa ro'shanlashdiki, Xitoyning Amerika Qonun palatasining raisiga qurolli kuch bilan tahdid solishiga qaramasdan, prezidentning siyosatlari Amerikadan bakrak Xitoyga naf'amakda. Marko Rubio o'z maqolasida Bayden hukumatining quyosh energiya taxtisi, to'kliq avtomobil qatorliq mahsulotlar qartilgan bojni to'valtish yoki kechirim qilishga urinayotganligini, ammo dunyodagi quyosh energiya darajalik ko'p kristalliq kreminining 80% va to'kliq avtomobillarning batareyasining 76% Xitoy ishlab chiqaradiganligini. Shunga mazkur boj kechirim qilish siyosatining Amerikaga emas, hammadan bak Xitoyga naf beradiganligini ilgari surgan. Zipochta Times to'rining 6-avgustdagi xabariga ko'ra, Amerikada turishliq Xitoy Kompartiyasidan chekinish yer shariy mulozimat markazining mudiri Rongi 8-oyning 3-kuni Xitoy Kompartiyasidan chekinganlarning sonining 400 millionga yetganligini jakarlagan va kommunistik hokimiyat bilan bo'lgan aloqasini uzgan ushbu 400 million Xitoy fuqarosini jasur deb maqtagan. Shu munosabat bilan 8-oyning 6-kuni Falun Gong tarafdorlarini o'ziga olgan yuzlagan kishilar Kanadaning Toronto shahridagi Xitoy shaharchasida namoyish qilib, 400 million Xitoy fuqarosining Xitoy Kompartiyasi va uning tarmoqlari bilan bo'lgan aloqasini uzganligini tabriklagan. Egilnicha Xitoy Kompartiyasidan, Xitoy Kommunistik yoshlar ittifoqidan va Xitoy o'smir avangardlar atratidan chekinishga tashviq qilgan 3-chi chekinish harakati 2004-yili boshlangan. Al Jazeera to'rining 6-avgustdagi xabariga ko'ra, Xitoy Amerika Qonun palatasining raisi Nancy Pelosining Taybey ziyoratiga qaytarilgan e'tiroz sifatida boshlagan keng ko'lamli harbiy manevrini davomlashtirayotgan bu mezgilda Tayvan doiralari Xitoy armiyasini Tayvan oraliga hujum qilishni qasdlayotdi deb ayblagan. Tayvan davlat mudofaa ministrligining bayonotida ko'rsatilishicha, Xitoy xalq ozodlik armiyasi 6-avgust Tayvan bo'g'oziga bir qanchilgan urush paraxoti va aeroplan avatgan. Xitoyning davlat taratqullari bo'lsa oldin haftaning boshlaridan tortib mazkur manevrni urush plani manevri qilib ko'rsatishga urinib, Xitoy armiyasining juma kuni Tayvanning dengiz qirg'oqi va tog'larni aniq ko'rish uchun orolga yetarli darajada yaqinlashganligi haqida davron solgan edi. Xitoy xalq ozodlik armiyasi Sharq urush rayonining havo armiyasiga qarashli Pragasidagi bir ushqichi davlat taratqusi bo'lmish yer shari vaqt gezitiga mundaq degan: Bugun men va sabdoshlarim yaqin oraliqdagi tahdid solish vazifasini ijro qilishga hamda Tayvan orolining dengiz qirg'oqi va markaziy tog' tizimlarini ko'zdan kechirishga buyurildik. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat, ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.